Yuzimga toner qilganman, и krem surganman. Bu ertalabki uhod va baza atomini bazasi. Baza под makiyaj yuzni yaxshi namlantirib beradi и yuzingizga makiyajlarning ideal yotishiga yordam qiladi. Kim yuzida tonalkalar yig'ilib qoladigan bo'lsa, kushonlar yig'ilib qoladigan bo'lsa, mana shu baza ayni muddao bo'ladi qizlar. Kuchli namlantirib beradi и yuzingizda yopishqoqlik hissini sezmaysiz. Ko'pchilik yopishqoqlik hissini yomon ko'radi, shuning uchun makiyaj qilmasdan yuradi. No makiyajni qilmaydigan, makiyajni yomon ko'radiganlar ham bemalol ishlatsa bo'ladi buni. Buyinlaringiz bilan обязательно. Вообще sevaman. Tilla kollagenli kushon. Meni eng sevimli kushonlarimdan bittasi. Namlantiruvchi, yuzingizni quritmaydigan. Hozir уже pudrani ko'pchilik yomon ko'radi, BB kremni ko'pchilik yomon ko'radi. Koreyada umuman уже BB kremlar ishlatilmay qo'ygan. Ko'pchilik faqat Koreyada kushon ishlatadi. O'zimizda ham qizlarimiz уже kushonga o'tib ketishgan. Kushon bu kushonimizda nimasi yaxshi boshqa kushonlardan? Tillasi bor, 24 karat kollageni bor. И selektiv kod bilan ishlaydi. Peptidli kushon. Krem vazifasini ham bajaradi. Ham yuzingizni yoshartiradi, ham oziqlantiradi, yuzingizni quyoshdan himoya qilib beradi. SPF-kasi ham bor. 45+ SPF bo'ladi qizlar kushonimizda. Kushondan keyingi effekt, do-posle qilib ko'ringlar, oldin qanaqa edi yuzim. Hozir уже qanaqa holatga kirdi. Namlangan, ухоженный va yoshartirilgan. Hamma pomadalarimizning rangi chiroyli, hammasini. Bu tenni olsangizga 3 yil 4 yil ishlatasizlar, umuman ten xarid qilmaysizlar. Va plus gipoallergenli haqiqiy tabiiy rangni suryapsiz degani. Matoviy effekt xohlasangiz, mana matoviy qilib qo'ydim, yaltirashi ketib qoldi. Matoviy effekt uchun rumena qilinadi. Men rumenani mana shu yoqlarim bilan suraman, farqi yo'q. Qayerdan sursam ham rumenamiz chiroyli turadi. Rumena. Endi agar xohlasangiz highlighter qiling. Highlighterimiz ham vashshi zo'r chiroyli narsa. Yaltiratib, yana ham chiroyli sochni yuz qilib beradi. Mana tayyor.